Nima deb o'ylayapsan? Nima ekan bu? O'yinda qanaqadir. Hozir kimni tanlaydidan nimadir tushadi tipi. Qaysi reklama ideya qilish kerak, nimadir shunaqa tushadi. Bilmadim, hech o'ylamayapman hozir. Lekin aniq liniyasi deydi, uni sasaydamasdan hozir o'sha. Qaranglar bolalar, hop. Hozir birinchi buni ochishdan oldin o'zingizlarning individual fikringizni bilib ko'rmoqchiman. Kim o'zini biznesda qanaqa ko'ra oladi o'zini? Biznesmen hisoblaysiz. Dar hisoblayman. Sendan o'tib ketaveraymi? Misol biznesmen bo'lib, xo'jayin bo'lsam ham boshqara olmayman-da. Qo'ydim bo'sh. Biznes ideya qila olasan qachon? Bo'ladi, qilsa bo'ladi. Noldan qilib sekin ko'tar. Sanchi? Alishkalar ishlaydi, 100 ta ishlaydi. Alishkalar yomon ishlaydi. Zo'r ishlaydi mana. Bilaman, bajaruvchini yaxshi qilishim mumkin. Nimadir biznes o'ylab topib, uni yo'lga qo'yib, bunday qilib boshqaruv narsani qila olmayman shu. Xo'p, xullas qarashchi. Bajaruvchi deydi aka. Undan tashqari bizda yana hozir 3 ta bola bo'lish kerak edi. Abdulla, Saidakbar, Abdurahim. 8 ta bolaning ismi yozilgan. Bo'lmasa ham hozir biznes o'yinini o'ynaymiz. Hali akasini yoshligimizda o'ynagandek. Kelishdiki, o'zimizni kasbdan uzoqlashmagan holatda ikkita komanda biznes ideya qiladi. Daromad olib kelish kerak bo'ladi. Hozir mana shu yerda tavakkal bo'lamiz. Komandada har xil bolalar bor, talantli bolalar bor, ideya yozadigan bolalar bor. Shuning uchun bu уже peshana bo'ladi. Sen men shu bo'lsa, men xo'jayin bo'laman-da. Sen eksperimentman bor-ku. Sen qolishchi bo'lasan, sho'pirim bo'lishing mumkin. Siz o'zi yo'q, lekin men o'sha nima qorovul bormi? 8 ta bolani ikkita guruhga bo'lib chiqamiz. Deadline belgilaymiz, srok belgilaymiz, prezentatsiyasini tayyorlab kelinadi. O'sha komanda o'zi tayyorlaydi. Ikkinchi komanda ham o'zi tayyorlaydi, kelishgan holatda. Bir-birimizdan sirlarimiz ham bilamiz. Amalga oshirish bo'ladimi shunda? Albatta. Prezentatsiyadan keyin amalga oshiramiz. Endi prezentatsiya nima uchun qilinadi? Ideya qanaqa bo'layotganligini baribir auditoriya bilan maslahatlashamiz. Bizning jurilarimiz auditoriya bo'ladi. Investitsiya kirgizish mumkin bo'lgan pul $1000. Kam ishlatish mumkin. $1000 dan oshiq pul ishlatish mumkin emas. Dale Carnegie'ning shofyori bir kun nutqqa chiqib, har bitta gapni gapirib tashlagandan keyin ham uni Dale Carnegie bo'ylab bo'pti keyinga o'tamiz. Gruppa A tanlaymiz hozir. Birinchi 4 ta odam tashab turamiz, bu yoqni 4 ta odam tashab turib, keyin u insonlar kimligini bilamiz. Baribir hamma auditoriya bizdan, hamma jamoamizdan a'zosini tanimasligi mumkin. Mana shu yerda rasmdan chiqarib ketamiz. Marhamat, rasmlar chiqdi. Hozir shu bolalarni endi gruppaga bo'lib tashlaymiz. Ladies and gentlemen, group A, first player Alisher Momo. Gruppa B'ni birinchi ishtirokchisi Mittimi. Gruppa A ikkinchi ishtirokchi bu G'ulom. O'zi shunga xursandman. Murod. Soliha! Murodjon, takishli komandasidan Murod. To'lagan. Abdurahim. Abdurahim Girri. Ko'chaga chiqib ashula aytamiz, yo'q. Ishing bo'lmasin sen. Ayib xayron. Skromni. Bizning komandaning nomi Qatula sostav bo'ldi. Kelishdi bo'lmasa. Nima sen uni tushkuniga tushding? Qilsa mana o'rnimda G'ulom bo'lganda oldin bo'lardi hozir. To'g'ri. Yo, men sizga ishonaman aka, men sizga ishonaman. Menda 99+ ideya bor, Murod. Bittasi olamiz bo'ldi. Bular bu sindi shu bilan. O'zingiz moralga tiqmoqchi emas, yana harakat qilyapti, adda shay qilib. Taxminan yozib turinglar, qaysi jamoa biznes ideya bo'yicha kuchli. Xullas, deadline 6-iyun bo'ldi. 6-iyunda prezentatsiyasi bilan sizlarga aloqaga chiqamiz. Biznes ideyaga let's go.